Hozir mana assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Har doim bilasizlar, videoni o'zim boshidan boshlayman, lekin mana bu klientimiz ishlari bitib chiqib ketayotgan ekan. Shoshib turganligi sababli bir fikringizni bilib qolaylik dedik. Qachon keldilar? Ertamas soat 11 da keldi. Bugun, ha? Nima mashallah? Oktober 2025. Aha. Ko'rib oldilarmi? Qirilgan, chizilgan joylar yo'qmi uka? Tekshirib ham berishdi bolalarga. Tekshirib ham berishdi, ha? YouTube'dan ko'rib keldilaringizmi yo Instagramdanmi? YouTube'dan ham ko'rdik, Instagram ham bor, Telegram'ingiz ham bor. Hammasidan birdek uzatamiz. Malades. Endi qarang. Ro'za Ramazon oyidamizda, faqat rost gapiramiz, qarang. Boshqa joylarda ham ko'rdilaringizmi yo ko'rmay to'g'ri keldilaringizmi? To'g'risi ko'rildi. Ko'rildi, ha? O'zi islomosini qildik. Ko'rdilaring. Ko'rdik. Boshqa joylarda ham ko'rdilaring, bozorda ham ko'rdilaring. Yo'q, bozorga tushmadik, faqat Salonlarda. salonlarda internet tarmog'ida kuzatdik. Hammasi Kuzatdingiz. kuzatib keldik. Biznikida qanday farqi qanaqa? Farqi bor, ha? Keyin buni onamga olib berdik, onam nomiga chiqdi hammasi. Ko'ngildagidami? Ko'ngilda. Necha soatda chiqdi? Mana hozir soat 4 soatda chiqdi. 4 soatda. Bitdimi ishlaring? Bizlar rozimisizlar? Rahmat. Ketdik, bir amakimni ham bir fikrini olaylik. Qayerdalar? Arkadamilar? Shu yerdamilar? Shuni o'ynab Ketdik, shunday manada o'tamiz, oldidan o'tamiz. Shunday uzmanglar, yuringlar. Bitta fikrini olamiz dadalarni. bugungi nima yangiliklar tayyorladingiz? Aka, yondiramiz bugun. Maydalab tashlaymiz. Ha, aka. Maydalaymiz. Ha, amakim endi bular ketyapti-ku. O'shanga bir xayrlashib ketay deganda, yaxshi insonlar, Vodiydan ekan, Namangandan dodam duo qilib ketdi. Qani amakijon, bitta duo qilsangiz, mana 50 nomer. Bizda yolg'on yo'q, mana o'g'illari. Amakijon, ismingiz nima? Muhammadjon. Muhammadjon. Namangan Pop shahridan, ha? Ha, shunda Pervaldan o'tgan. Pervalda o'tganda. Mahallaning nomi nima? Kelachi. Kelachi qishloq. Popni yonida. Ismingizni Muhammadjon dedingiz, to'g'rimi? Sentralni kadastr bor rayon. Shuni yonida. Mana taniganlar, mana amakimni tanib olsin. Mana masla Cobalt olib chiqib ketyaptilar. Otajon, bizdan rozimisiz? Qanday ishingiz tez bitdimi? YouTube'da ko'rganingizdami yoki farqi bormi? Odamlarga nima deysiz? Ro'za Ramazon oyida YouTube'da aytgan gaplarimni eshitib kelgansiz, to'g'rimi? Albatta. Bari boshqa joylarda ham ko'rgansiz. Albatta. Yo'q, to'g'risi. Aha. Bizdan farqli, nima farqi bor? Bizdan boshqa joylarni tanlamay bizni tanladingiz-ku. To'g'ri tanlabsizmi? Shu haqida bir yurtdoshlarga bir fikringizni aytsangiz. Rahmat, mana shunchalik mashinani tarqatyapti. Hamma dokumentlar bir joyda bitar ekan. Hamma narsasi yoqqa bu yoqqa yuguri yo'q. Только minish kerak ekan xolos. Necha soatda bitdi? Qani Ilohim. Marhamatlar ilohim. Har birlaringni ko'ngillaring xotirjamlikni, yuzlaring tabassumda, xonadonlaring barakani, hamyonlaring daromadni, qalblaring imonda, tanalaring salomatlik, yuraklaring mehnatni yo'qotmasin. Ilohim yuzlaringdan nur, cho'ntaklaringdan pul arimasin. Sizlarni yaratgan egam asrasin va qo'llasin. Alloh. Bizlar rozimisiz? Mingdan ming. Rozi bo'ling otajon, Rahmat. yaxshi kunlarga buyursin. Albatta. Kelay yaxshi kunlarga buyursin. Kommentariyada fikrlaringizni bildiringizlar. O'sha YouTube'da jon kuydiradigan bo'lamanmi yoki yo'qmi? Inshaalloh boraman kenajon. Sog' bo'lingizlar. Xo'p. Sog' bo'lingizlar. Jigar, meni bilasiz-ku, aytdimmi qilaman. Jigar. Do'stlar ko'rlaringiz. Jigar. Bugunga boshqacha tayyorgarlik bo'lgan shekilli. Bugun yondirib yuboramiz. Olgan oldi, qolgan qoldi deydi-ku. O'shanaqa bo'ladi bugun. Bugun men ertaga 8-mart rasprodaja e'lon qilamiz 8-martga. Ayollarga ham bormi bir bonusda? Captiva 5 ham bor mana aka. Endi Do'stlar 8-martga bonusda sal qoldi uchilardim. Videoni oxirigacha ko'rasiz. Sal qoldi mana yerda. Sirpanchiq ekan, ana oyog'im tagi sirpanchiqdi. Xo'p. Demak, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillarimiz. Mana bugun Xudo xolasa 7-mart 2025-yil navbatdagi videomizni ham mana olib turibmiz. Bugungi videomizni qilishdan maqsad nima? Biz har doim mana chiqib turib ochiqcha gapirib ham bo'lmaydigan bo'lib qolganda,
boyagi atsenka masalasida, masalan, 13 ming dollarlik avtomashinani biz sotayotgan bo'lsak, bosh to'lov 3 ming dollar bilan chiqayotgan bo'lsa, o'sha 3 ming dollar emas, biz minuvchi odamlarni, haligi qo'lida imkoniyati kamroq bo'lgan odamlarga 1000 dollar, 1,5 ming dollar bilan chiqarib beramiz. Qolgan pulingizni bankdan ko'proq yechamiz degan gaplarimizni bankni boshliqlari eshitib qopti shekilli, atsenkalarni demak tushirib yuboradigan bo'lishdi. Xullas, bizga keladigan seshanba kungacha ruxsat berishdi. 3 kunimiz qoldi. Ertaga mana shanba, bozor, dushanba. Bozor, zalog olamiz. Ulgursak, bozor kuni ham jonini chiqarib ishlaymiz. Ertaga bayram. Bizga bayram yo'q, ishlanadi. Как положено. Qizlarimiz ham, bolalar ham hammasi ishlaydi. Demak, 8-mart, 9-mart, 10-mart ish kuni ishlanadi. 11ga qanaqa bo'ladi narx-navo, uni Xudo biladi. Boshqa bo'ladi. Shunday. Endi mana bu aytmoqchi bo'lganimiz nima? Men sizlarga optim qilib aytib qo'yaman, mashinalarda narxi bunaqa bosh to'lov bunday 1,5 ming, 2 ming bilan unaqa chiqmaydi. Shunaqa balandroq bo'lib ketadi. Kamol abi, syomkamiz ketyapti. Barchaga tayinlang, jimlik, ovoz chiqmasin, iltimos qiling. Xo'p, demak savollarimiz bor edi. Zoirjon, akamga qaradilaringmi? Zakonnimi? Hammasi yaxshi. To'y bir qaragin, ber, любой joydan 100-200 dollar arzon ber. Aka, любой joydan grafik olib keling. Mana so'zim so'z. 100-200 dollar arzon bermagan bor-ku, o'sha mashinani sovg'a qilib yuboraman. Javob. Hech qaysini duxi yetmaydi menday qilib berishga. Men o'zi anchadan beri ko'rib kelaman, videongizda o'sha ko'rib, hozir kelishim. Hamma Toshkent viloyat Bo'ston tumani. Hamma hafta salonni ko'rib chiqdim. Ko'rdingiz. Sizni kavshingiz kelgan yuzsiz qaralmas ekan. Qila olmaydi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Aka qilib beradi. Aytaman-ku, mana shu yerga shuncha pulga ko'rdim deng, 200 dollar kamiga oling. So'z. Bekorga emas-da. Bugun endi nima yangiliklar qilamiz? Bugun yangilikni bomba qilamiz, singlim. Mana skidda narxlar tushib ketar ekan. Shunday. Shunaqami? Shunday. 3 kunda ulgurib olish kerak. Shunday. Naqd puli bo'lsa gazni bosish kerak. Naqd pullaring bo'lsa, ana olib qolinglar. Avtokredit desalaring ham farqi yo'q, olib qolaveringlar. Bizning maqsadimiz nima? Kim xohlaydi naqdga olishdi, kim xohlaydi kreditga olishdi. U o'z zimmalaringizga, o'z xohishlaringizga qarab olaverasizlar jigarlar. Bo'lmasa, ha? Ya, farqi yo'q, olib ketaversin. Biz demak mana savollarni oldingiz boya qog'ozda ba'zi bir savollar bo'lsa, savol berib ketaverasizlar. Xullas, bugun 8-mart uchun avtomashinalarni foydamizni teng yarmidan ketishga rozi bo'ldik. Bayram munosabati bilan 8-mart xotin qizlar bayrami bilan Xudo xolasa mana endi 8-mart kuni Instagramga faqat chiqa olaman. YouTube'dagi meni jigarlarim, aka-uka, opa-singillarimiz endi YouTube'da baribir ko'ra olmay qolishi mumkin, lekin bolam harakat qilishimiz kerak. YouTube'ga ham qo'yishdi. Oldindan tabriklab qolaman demoqchiman-da. Ayollarimizni, opa-singillarimizni tabriklab, bayram bilan tabriklab qo'yamiz. Nu Xudo xolasa planlashtirib turibmiz. Ertaga 8-mart kuni surpriz bo'ladi. Biz mashinlarni to'ldirib, gullar, sovg'alarni olib ko'chada yuramiz. Xotin-qizlarni, ayollarni tabriklab, sovg'a qilib yuramiz. Sovg'alarimiz bor. Yo gellikda sovg'alarimiz, yo velikda. Gelikda, конечно, gelikda ayollarimizni xursand qilish kerak-ku. Xo'p, mana shu avtomashinamiz 27 ming kilometrda yurgan. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, mana 16 ming dollar Monza. Ko'rsinlar bozorda bir ko'ray qani, menday qilib bera oladimi? 23-27 ming kilometr yurgan. Kraska bor. Bor, kraskasi bor. Endi kraska bor deganda bizda unaqa urilgan, avariyni unaqa narsa bo'lmaydi jigarlar. Bir krilosda bo'lishi mumkin, yo bitta pitno bo'lishi mumkin, yo bitta eshigida bo'lishi mumkin. Xullas, beradigan narsamizga javob berib beramiz. Bu avtomashinamizni bosh to'lovi 3700 dollar bilan chiqar ekan. To'g'rimi Zoirjon? 3700 dollar bilan chiqyapti mana. Mana. Qattiqroq chalpillat, kamiding sen, chalpillatadigan.
aka mana qarang. Bu nima bu? Bu savollar. Aha. Birinchi narxlarni aytib o'tamizmi? Narxlari bir 3-4tasini aytaylik, keyin savol javoblarni yana qilaveramiz. Demak, har videomni boshida aytayapman, to'lab turgan 1,5 ming, 2 ming dollar pullaring bu havoga ketadi. Dehqoncha qilib aytadigan bo'lsam, aslida havo emas. Оформление, nomer, texpasport, zapret, sug'urta, komissiya uslugasi, firma uslugasi, mana shunaqa narsalarga ketadi jigarlar. Bu 1,5 ming dollar pulingiz hech narsa bo'lmaydi. Bu yetmaganda baqirib gaplashinglar, insofi borlar. Bu yetmaganda 13 ming dollarlik avtomashinaga sizni qarzdorlikka 14 ming dollarga tiqamiz. Yoki 14,5 ming dollarga kiradi. Aziz yurtdoshlar, bilib qolishlaringiz kerak bu narsani. Stop qilib turinglar, shoshmay tur.